Ho'p, xullas o'g'lim 4 yosh. Uyga lecheniya qilib keldingiz. Lecheniya qilib keldik. 1 oy очищение организма. Men aytaman sizga, 4 yosh bo'lgan bo'lsa, hayotda tuxum yemagan. Hidini даже yoniga qayt rvotный refleks kelishni boshlaganda, ko'z tegmasin, tuxum ertalab shunaqa yeyishni boshladi, chestno, tuxum yeyishni boshladi, ovqat yeyishi appetiti ochildi bolani. To'g'ri, иногда ba'zi birlari zo'r bo'lib qoladi, иногда вот какой-то капризничает, но baribir положительный tarafi ko'p. Особенно mana bu, kстати, ichib kelishni boshladi. Bolamni bir haftada bir marta ichib kelardi, 10 kunda, chestno. Hozir mana hozir ko'rdingiz-ku, yana aytdingiz-ku, из-за pогоды deb. Ana shu havoni deb ham, мне кажется, shunaqa bo'lgan, как yana ozgina tam 2 kunda bir keladigan bo'lib qoldi, no, не 10 kunda bir, chestno.